Jibril alayhisalomdan so'ragan ekanlar. Biz o'tgandan keyin ham siz yerga tushasizmi? Desalar, Jibril alayhisalom men 10 marta yerga tushaman. Va 10 ta eng qimmatbaho narsani olib ketaman. O'shandan keyin qiyomat bo'ladi degan ekanlar. Ulardan biri endi bir hammasini aytsam birovlarning qalbiga tegib ketib qolishidan qo'rqaman. Xullas, boydan saxovat peshalikni olib ketaman dedi. Mullodan ilmiga amal qilishni olib ketib qolaman, ilmiga amal qilmay qo'yadi. Xullas, kambag'aldan sabr toqatni olib ketaman dedi. Alloh berganiga sabr qilmay turib oladi. Yana bir ayol kishilar iltimos qilaman, gaplashmay o'tirsanglar shu ovozingizlarni eshitib qolyapman. Mana shu imni sizlarga bag'ishlangan gap shu. Mehru oqibatni olib ketaman qarindosh urug'dan dedi. Va hayoni olib ketaman odamlardan, uyalmay qo'yadi hech narsadan dedi. İnsanlar bir-birini qidirmay qo'yadigan bo'lib qoladi. Bolalar otalarga, onalarga ish buyuradigan bo'lib qoladi. Qattiq gapiradigan, hatto ota-onasini uradigan darajada bo'lib qoladi. Hech kim ibodat qilmay qo'yadi. Keyin Qur'on, Zabur, Tavrot, Injil buni olib ketganimdan keyin qiyomat